Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi bizning obzorimiz morozinniklar haqida bo'ladi. Morozinnik deymizdan, lekin necha xolodilnikning yanida turibdi degan savol bo'lishi mumkin. Xolodilnikni biz standart ko'rinishda olamizdan hamma narsani deylik o'rta hol oilalarda shuni o'rtacha xolodilniklar deb tasavvur etaylik. Misol uchun uyingizda shuni xolodilnik bor. Pasini non qo'yasiz, o'rtasini ovqatingizni qo'yasiz, ustidan meva-chevangiz, sariyog', tuxum, non, pomidor, bodring aralashtirdingiz, go'shtini qo'ydingiz. Lekin yozni kuni har xil ichimliklarni qo'yasiz, kompotlarni qo'yasiz. Bu degani xolodilnikingizda sizda yana qo'shimcha joy talab bo'lib qoladi. Xolodilnikingiz sig'maydi. Bizda shuni yechimi bor. Bugungi obzorimiz morozinniklar haqida bo'ladi. Masalan, 3,5-4 million so'm o'rtacha xolodilnik olishingiz mumkin yoki uni yonidan 3,5 million so'mdan boshlanadigan shunday sandiq yoki kapalak morozinniklarimizni tavsiya etamiz. Masalan, yanada shunday qo'shimcha bir kichkina bir morozinnik olib qo'ysangiz, sizning shu muammongizga bu yechim bo'lishi mumkin. Ya'ni buni ichine noningiz bo'ladimi, qovun tarvuzingiz bo'ladimi, suv, napitka, meva-cheva, go'sht, hamma narsalar, mahsulotlar sig'dirishingiz mumkin. Bizda yana shunga o'xshash yana katta ko'pchilik morozinniklarni katta qismida ko'pmiz. Bu yerda misol uchun oynalar deysizmi, oynalarni kattasi do'konlar uchun deysizmi, har xil morozinniklarimiz bor. Ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, standart morozinniklarimiz shunday ikki eshikli bo'ladi. Ikki eshiklari endi bular ko'pincha do'konlarda morojin saqlash uchun, suvlarni saqlash uchun qo'yiladi. Lekin biz uylarda tavsiya etadiganimiz, yana bu sandiq qilib tavsiya qilamiz. Misol uchun keldingiz, doğru sandıkni ichini ochdingiz, lishni oyna yo'q. Kerakli narsangizni qo'ydingiz, kerakli narsangizni oldingiz. Ishlatish qulay, lishni oynasi yo'q, narx ham arzon. Bularni hozir bizda bir dona pasport bilan 3 oy o'zini pulini bo'lib berganlar chiqarib beramiz. Qo'shimchasini bularni zo'r tomoni ham bular morozinnik bo'lib ishlab biladi, ham xolodilnik bo'lib ishlab biladi. Shularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda yana katta immer morozinlikimiz bor, katta do'konlar uchun. Morojinlarni qo'yasizmi, suvlarni qo'yasizmi, hamma narsani ichini bemalol sig'dirib bilasiz. Avvaldan kela turgan Xingda morozinliklarimiz bor. Xing morozinliklarimizni bilasiz. Bular ham buni yaxshi tarafi bu ham xolodilnik bo'lib ishlab biladi, ham morozinlik bo'lib ishladi. Plyusovoy va minusovoy. Bunda qo'yadigan narsalaringiz muzlab qolmashi kerak desangiz, biz esa shu xolodilnikni morozinlik tavsiya etamiz. Buning yaxshi tarafi plyusovoy va ham minusovoy bor. Tort, pichonni, biskvitlar ham saqlasangiz bo'ladi, yoki go'sht, morojin, suvlarni saqlasangiz ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 6 million so'm, 5,5 milliondan boshlanadi. Pullarni kelishtirib beramiz. O'rta sharoitlari kerak, bunday shishali shart emas desangiz, bunday kapalak xillari bor. Bular ham zo'r, Artel zavodniki, ishlari ham katta bo'ladi. 3 yil garantiyasiga ega. Bir dona pasport bilan 6 million 100 ming so'm, 3 oy o'zini pulini muddat to'lab olsangiz bo'ladi. Ekranda Instagram profil va telefon nomerlarini qoldiramiz. Shuncha savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bizlarga murojaat etaverasizlar. Hammangizni do'konimizda kutib qolamiz.